Jizzax shahri markazidan patkulush holatdagi uyimiz sotilmoqda. Bu uyimiz Prospekt Islom Karimov Shoh ko'chasi, ko'tarma svetofor'dagi 7 etajli domni 2-qavatda joylashgan. Bu uyimiz 3 xonali 128 kvadrat. Kirib kelishingiz bilan akkuratniy hol, ro'parasida mehmonxona, mehmonxonadan so'ng spalni, spalnining ro'parasida sanuzel, ichida kirib yuradigan mashinasi bor. Undan so'ng kuxnya, kuxnyada esa bolajonlar xonasiga o'tasiz. Hamma xonalarda tashqi tomonga qaragan derazasi bor. Uyimizda 2 konditsioner, 2 televizor, 2 balkon bor. Sovutish tizimi, konditsioner, isitish tizimi, отопление orqali faqatgina sanuzelning o'zi tiyopli pol qilingan. Qolgan joylar tiyopli pol qilinmagan. Sog'lik uchun ziyon deyishdi. Eng qizig'i, uydan hech narsa olib chiqib ketilmaydi. O'zlari yashashlari uchun chiroyli, sifatli mahsulotlardan remont qilishgan. Yashash uchun tayyor. Narxini $95,000 deyishmoqda. Quyidagi raqamlar murojaat uchun videoni musofirda ishlab yurgan yoki tumandan shaharga ko'chmoqchi bo'lgan yoki 2-3 ta aka-uka bitta xonadonda siqilib qolgan yoki ortiqcha puli bor va mana shunaqa chiroyli, sharoitli uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.